Katta tennis. Soat 8. Ertalabdan Sebishda joylashgan Matonat sport kompleksiga keldim. Bu yerda biz bugun tennis o'ynashni o'rganamiz. Bu meni orzularimdan biri edi. Razminka qilib yugurib oldim. Nodir aka tennis bo'yicha trener. Menga bugun hammasini o'rgatadilar. Birinchi bo'lib raketkani qanday ushlash kerakligini o'rgandim. Keyin oddiygina tennis to'pini urdim. 2 xil qavat bilan. Chap 10. Yangi urovень shu to'rtburchakdan tashqariga to'p chiqish kerak emas. Buni uddasidan chiqdim. Yana ham yangi bosqich. Borgan sari qiyinlashib borar ekan. Endi men ularni to'rtburchaklariga, ular esa manikiga. Suv ichib olib haqiqiy kortga chiqamiz. Kichkinaroq hududni oldik. Shu fishkalardan tashqariga to'p chiqish kerak emas. Trener to'g'ri urishni o'rgatdilar va udarlar ham zo'r chiqdi. Lekin chap tarafga olganimda udarlarim o'xshamadi. Maydonni yana ham kengaytirdik. Anchadan beri katta tennisga boraman deb yurgandim. Menga bu sport turi juda ham yoqadi, lekin hech ham o'ynab ko'rmagandim. Bu meni birinchi opitim bo'ldi. Juda ham yoqdi. Keyin oxirida Nodir aka bilan shotga tashlashdik. Yutqazgan kortdagi barcha to'plarni teradi. Siz nima bo'laysiz? Albatta, men yutqazdim. Keyingi safar qaysi sport turiga boring? Kommentariyada yozib qoldiring.